Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizdan 120 lik universal spejjatkamiz sotildi. Almas pichoqli, 2 parrakli, motorlari benzinli, 9 ot kuchli bo'ladi. Vozdukhlari maslinli vozduklardan qo'yilgan. Benzin boklari 5 litr, 7 litrgacha bemalol benzin olaveradi. Rasxodlari 1 litr bo'ladi. Balonlari shiroki balonlardan qo'yilgan. Xo'p, bunimizda 3 ta skorsi bo'ladi mana. 1, 2 zatni holatda hamda neytral 360 gradusga buriladi mana shu rechaylar orqali. Reme orqali mana korobkaga harakat beradi. Korobkadan zatkamizga sep orqali harakat beradi. Balonlari 120 ga bemalol tushaveradi universal variantida. Bu spejjatkamiz Toshkent Olmaliqqa sotildi. Mana dastlabki orqali Labosda kelishibgan ekan, chiqib ketyapti. Ular gap yo'q sizlarga. Mana akam o'zi Salomat bo'lasizlar. Xursandman. Akamni o'zi gapirib beryapti mana. Saxiy Qo'qonga taklif qilaman boshqa klientlarga ham. Bo'ldi aka, rahmat, yaxshi boringlar. Xo'p aka. Mana klientlarimizni o'zini ham eshitdilaring. O'zimizda odam bas. Bemalol murojaat qilsalaring, shuna orqali chiqib ketaveradi mana akalar. Yaxshi kunlarga ishlatsin. Narxlari aka $1200 bo'ldi. Bemalol murojaat qilaverasizlar Qo'qondagi saxiy do'koniga.